Hatırladım ben bile. Gittim sana. Alo. Ya anek akkont berasanmi? Hozir men akamni chaqirdim-da, og'amni hozir kelyapti. Akkontga muncha tushunib menda. To'g'ri. Google Google akkountmi u? Google akkountni bilan mana akkountga tushunmadi. Menga Google akkount ber, normal akkountdan. Ya mana shu qo'lingdagi akkountni ber. Bola nima akkount bermoqchi menga bu dalbayob? Shuni akkountda bo'laman men. Men aytmadim bola akkountdan, bu akkount deb. O'zi aytdi, o'zi tutdi, to'g'rimi? Alo. Alo. Hozir to'xtab tur, hozir kelaman bola. Alo. Hozirmi? Hozir basinglar, erangil basinglar, faqat erangil. Esa bo'pti. Men erangil basam o'ynamoqchi edim-da. Alo. Diktafon bormi? Diktafon bormi bola? Nechta o'rtagan bola. Jalla yangi chopvardi o'xshaydi meni bolalar turishida. Deste bola. Bola o'xshaydi. Aytmadim de to'g'ri bola. Ya ko'rdan o'ynasam deb aytmadim de to'g'ri. O'shangdan qochib o'tirgan chiqib ketganim yaxshi. Короче, akkountda bo'ldim. Endi akkount beraman. Akkount berganda obzor ko'rsatamiz bola. Akkount ichiga kirib, normal nima ekan, normal emas ekan. Sotib yuboramiz bola shu akkountni. Shu akkountni obunachilimga berib boraman. Rantonni hisobda. Shuning uchun bola like, podpis bosib turinglar. Asetir bola. Mana shu akkount beraman. Necha akkount bo'lsam beraman men bola. Beraman deymen bola. Aniq men dokument biladi-da bola. Berib boraman obunachilimga. Davay. Like, podpis bosinglar.